Farg'onada gaz balloni portlagan Lacetti haydovchisi 3 yilga qamaldi. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida gaz balloni portlashi tufayli Lacetti haydovchisi 3 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Voqea 2024-yilning 7-iyun kuni soat 11:40 larda sodir bo'lgan. Rishton tumanining Markaz mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi dehqon bozori oldida turgan Lacetti avtomashinasining metan gaz balloni portlab ketgan. Portlash vaqtida mashina ichida hech kim bo'lmagan. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, portlash oqibatida avtomobil atrofidagi 20 ga yaqin kishi turli darajada tan jarohati olgan. Portlash ortidan kelib chiqqan yong'in zudlik bilan bartaraf etilgan. Portlash oqibatida shu atrofda bo'lgan fuqaro AA tan jarohati olib, ko'rsatilgan tibbiy muolajalarga qaramasdan vafot etgan. Holat yuzasidan jinoyat ishlari bo'yicha Rishton tumani sudida bo'lib o'tgan sudda haydovchi jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish ikkinchi qismi bilan aybli deb topildi va 3 yil muddatga transport vositalarini boshqarish huquqidan mahrum qilingan holda 3 yilga qamalgan. Bundan tashqari haydovchidan jabrlanuvchilar foydasiga 26 million so'm moddiy, 58 million so'm ma'naviy zarar undirish belgilangan.